Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan va kanalimizga obuna bo'layotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, diqqat qiling, rasman Otabek Shukurov Roma jamoasiga transfer qilinishi mumkin. Shukurov qanday futbolchi? Otabek Shukurov bu oddiy futbolchi emas. U maydonda jamoaning yuragi hisoblanadi. Markaziy va tayanch yarim himoyachisi sifatida u to'pni tortib olishda juda kuchli, pressingda faol, maydon markazini nazorat qiladi, uzoqdan kuchli zarbalari bor. Ko'pchilik mutaxassislar uni ko'rinmas qahramon deb atashadi, chunki u qiladigan ishlar statistikada ham ko'rinadi, lekin jamoa uchun juda muhim. Hozirgi formasi va statistikasi. Hozirgi Otabek Shukurov Birlashgan Arab Amirliklarining Banias klubi jamoasida faoliyat yuritmoqda. So'nggi mavsumda u 20+ o'yinda maydonga tushdi, bir nechta gol va assist qayd etdi. Har o'yinda o'rtacha yuqori pressing va to'p olib qo'yish ko'rsatkichiga ega. Eng muhimi, u barqaror o'yin ko'rsatmoqda, jarohatlarsiz, doimiy asosiy tarkib futbolchisi. Legioner sifatidagi tajribasi qanday? Shukurov faqat bitta ligada o'ynamagan, u allaqachon Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya ligasi, Saudiya Arabistoni kabi turli ligalarda o'zini sinab ko'rgan. Bu esa uning moslashuvchan va tajribali futbolchi ekanini ko'rsatadi. Endi aynan O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchisi, ya'ni Otabek Shukurov hamyurtimiz Roma jamoasiga rasman transfer qilinishi mumkin. So'nggi kunlarda bir nechta futbol sahifalari va norasmiy manbalar shuni yozmoqda. Rim klubi yarim himoya chizig'ini kuchaytirmoqchi, jismonan kuchli va iloji bo'lsa arzonroq variant izlayapti va aynan shu yerda Otabek Shukurov nomi paydo bo'lmoqda. Transfer mishmishlari qanday? Ba'zi manbalarga ko'ra, Roma tomonidan 20 million yevrodan 40 million yevro atrofida qiziqish borligi haqida gap so'zlar tarqalgan. Skautlar uning o'yinini kuzatayotgani aytilmoqda. Albatta bu hali rasman e'lon qilinmagan ma'lumot, lekin futbol olamida bunday mishmishlar bekorga chiqmaydi. Aynan mana shunday manbalardan aynan Abduqodir Husanovning Manchester Cityga ehtimoliy transferi haqida ham aynan mana shu manbalardan olib kanalimizga joylaganim do'stlar. Juda ham ko'p odam negativ fikr bildirgan. Ammo do'stlar, unchalik ichqoralik qilmasdan hamyurtlarimizga omad tilab kommentariyaga tushib, olg'a O'zbekiston, olg'a Otabek Shukurov deb yozib qo'ying. Nega aynan Shukurov? Rim klubi uchun u quyidagi jihatlar bilan mos keladi. Kuchli pressing futboliga mos, arzonroq lekin sifatli variant, tajribali va intizomli futbolchi, terma jamoada yetakchilardan biri. Ehtimolini baholaymiz. Real qaraydigan bo'lsak, 100% aniq transfer emas, lekin ehtimoli bor transfer. Taxminiy baho 30-40% ehtimol. Agar bu hozirgi formani davom ettirsa, bu ehtimol yanada oshadi. Otabek Shukurov bu allaqachon o'zini isbotlagan kuchli va intizomli futbolchi va agar u Yevropaning top ligalaridan biriga, xususan Romaga o'tsa, bu nafaqat uning, balki o'zbek futboli uchun ham katta qadam bo'ladi. Albatta, hamyurtimiz Eldor Shomurodov ham Roma jamoasida o'ynagan, ammo Roma jamoasida u hujumchi sifatida faoliyat olib borgan, lekin hamyurtimiz Otabek Shukurov yarim himoyachi, juda ham top transfer bo'ladi do'stlar. Albatta do'stlar, men qo'ldan kelgancha faktlarga asoslanib mana shu mavzuni tushuntirib bera oldim. Albatta do'stlar, o'ylaymanki videomiz sizlarga ma'qul keldi. Agarda juda ham ko'p odamlar negativ fikr bildiradigan bo'lsa, aynan mana shu xabarni sportmoli.com saytidan olishingiz mumkin. Saytni esa opisiyaniyada qoldiraman. U saytlarda ingliz tilida ma'lumotlar chiqadi. Men esa do'stlar uxlamasdan sizlar uchun videoni tayyorladim. Albatta mehnatim uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyaga tushib, olg'a O'zbekiston, olg'a Otabek Shukurov deb yozib qo'yishni unutmang. Hamyurtimizni qo'llab-quvvatlaylik do'stlar. Ichqoralik qilishning umuman keragi yo'q. Bir odam kirib kommentariyaga negativ fikr bildirsa, hamma odam unga qo'shilib ketyapti do'stlar. Abduqodir Husanov hozir Manchester Cityda o'ynayapti desam ham ular uchun yomon video chiqargan bo'laman do'stlar. Bu shunchaki dushmanchilik emas, bu O'zbekiston terma jamoasi futbolchilarini ko'ra olmasligi deb o'ylayman do'stlar. Albatta siz chiroyli kommentariya qoldirasiz degan umiddaman. Mana do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Ehtimoliy transferlar va eng so'nggi yangiliklar faqatgina bizning kanalda chiqadi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.